hech qachon mahsulotingizni narxi qimmat bo'lgani uchun o'zingizni oqlamang. Agar sizdan nimaga bunchalik qimmat, nima uchun shuncha turadi deb so'rashsa, sizni hayolingizda darrov uni ishontirishingiz, unga sabablar keltirishingiz kerak degan narsa keladi. Birinchidan bunaqa, ikkinchidan, uchinchidan ham misol uchun u bo'lsa o'zini xuddi sudyadek tutadi. Xo'p, unchalik ishontira olmadingiz deb baholaydi sizni. Bu xuddi uchrashuvga chiqqaningizda kimdir sizdan to'g'ridan-to'g'ri yuzingizga qani aytingchi, men sizga vaqt sarflashim uchun nima bilan isbotlaysiz, nima uchun sizga vaqt sarflashim kerak degandek juda ham noqulay holat, juda ham noto'g'ri holat, to'g'rimi? To'g'ri, sizlardan kishili mumkin, dildora, lekin uchrashuvda odamni teng huquqli bo'ladi. Bu yerda u odam pul to'laydi-ku deyishlar mumkin. To'g'ri. Lekin yaxshilab eshitinglar. Birinchi odam pul to'laydi. Ikkinchi odamchi nima, qarz so'rayaptimi? O'qishga kiraolmasang erga berib yuboramiz. O'qib olim bo'larmiding deb uydagilarim menga shart qo'ygan. Men turmushga chiqishni umuman xohlamasdim, lekin uydagilarimga ham qarshi chiqa olmasdim. Kechalari uxlamasdan o'qishga kirish uchun tayyorlanardim. Lekin qanaqadir ichimda qo'rquv bor. O'sha qo'rquv yengish uchun qo'shimcha yana nimadir o'rganishim kerak. Sizni anchadan beri kuzataman. Ishlaringiz juda ham chiroyli, menga yoqqan. Sizni atigi 3 kungina kuzatdim. Onlayn kursingiz borligini bilib qoldim. Lekin o'sha paytda kurs narxi menga juda ham qimmatli qilgandi. Biror kun kurslarga skidka qilib qolar deb niyatim xolis ekan. 30 minglik chegirmaga tushirganingizdan keyin sirasi sotib oldim. O'zi ham zo'r tushuntirgan ekansiz. Hamma aksessuarlarni yasashni o'rgandim. O'qishga ham qiziqmay qo'ydim, lekin o'qishimni ham tashlab qo'ymayman. Hozirda blogim yo'q-ku, lekin do'konalarimga sotib, ozgina daromaddan qoldim. Uydagilarim ham o'rganganimdan xursand bo'lib ketishdi. Bitta o'quvchim shiringina shunaqa otib tashlab qo'ydi. Agarda siz ham o'zingiz mustaqil bo'lishni xohlasangiz, sizni 30 minglik chegirmali kursimga taklif qilaman. Kursda joylarimiz soni juda ham kam qolgan. Kommentariyada plus belgisini qoldirsanglar, o'zimiz sizlarga aloqaga chiqamiz.